Assalomu alaykum. Mana bugun boshlandi guruchlar aksiyada ekan. Jallobat O'g'ris bozor. Mana. Bu Doniyor aka bo'ladi. Doniyor akaning yangi akkaunti shu. Podpiska bosa olasizlar. Like, kommentariya mana. Bu yerda mana aksiyada tapchikalar aksiya ekan. Mana shu odamni ham taniysizlar. O'ta kuchli aksiya qiladi ama. Nazatiga ham beraveradi tapchikalarni. Mo o'zi yonadigan lampochka ekan, svet o'chib qo'ygan mahalda. Molar tapchikalar 200 so'mdan ekan murskoylar. Molar 500 so'mdan ekan, krossovkalarni qaranglar 500 so'm. Makaslar 500 so'm. Ma setishli krossovkalar, 500 so'm ekan, 500 so'm. O'ta yengil. Mana 500 so'm cheshkalar. Короче, mana ular ham 500 so'm mana. Shu yerdan bu yerga Dakansa 500 ekan. Bundan bu yerga bo'ladigan narxi 800 so'm ekan. 1000 so'm deyishyapti, 800 ga berishyapti. Mana ular 1300 so'm ekan. 800. Mana ular 500 so'mdan. 500. Bu ham 500. Mana lorpiyanalar ham 500 dan ekan. 500. Mana ular 800 so'm ekan. Aksiya. Bu yerga mana krossovkalar 350 so'm deyapti. Mana jenskiy krossovkalar, mana Rossiyadagi magazinlar turadiganlar 350 so'm. Aksiya. Setishli krossovkalar mana ular. 350 so'm. O'ta yengil. Meta suvenirlar mana. Mana shu aksiya mana romantika qiladigan shamlar ekan mana. O'zi yonadi kechqurunda. Mana shu konkretniy narsalar. Mo'larga ham ishi yonib turibdi mana kamera. O ham yonib turibdi. Chotki narsa ekan. Birologlar krossovkalar, yangi krossovka paketi bilan aksiyada 350 ga. Boshqa bo'lib ketibdi-yu. Men taniganlar bor mana. Jallobat O'g'ris bozor. Bardagi aksiyada ekan. Mana shu bola sotyapti.